Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va maktabimiz o'quvchilari. Bugun darsimizda o'tayotgan atomda elektronlarning energiyasini va ularda qanday harakatlanayotganini kvant sonlari misolida endi biz ta'riflashimizga to'g'ri keladi. Demak, elektronlarni kvant mexanikasi bo'yicha kvant sonlari bo'yicha 4 taga bo'lishimiz mumkin. Masalan, birinchisi bosh kvant son, ikkinchisi orbital kvant son, uchinchisi magnit kvant son, to'rtinchisi spin kvant sonlarga bo'linadi. Kelinglar dastlab bosh kvant son bilan tanishib chiqsak. Bosh kvant son bu N harfi bilan belgilanuvchi element. Bu elektronlarni atom atrofida qaysi qavatda harakatlanayotganligini bildiruvchi qiymat. Ya'ni elektron bu qavatda harakatlanyaptimi, bu qavatdaligini bildiruvchi qiymat. Endi bosh kvant sonning qiymati 1 dan cheksizlikka qarab ketaveradi. Demak, biz qavatlarga elektronlar sig'ishini mana bu formula bo'yicha topishimiz mumkin. 2n². Ya'ni birinchi qavatga qancha elektron, ikkinchi qavatga qancha, uchinchi qavatga qancha, to'rtinchi qavatga qancha. Demak, n ni o'rniga 1 da qo'yadigan bo'lsak, 1 ning kvadrati 1, 2 ko'paytirsa 2. Demak, birinchi qavatga 2 ta, ikkinchisiga 8 ta, uchinchisiga 18 ta, to'rtinchisiga 32 ta. Men bularni qisqartirib aytib ketyapman. Sizlar o'zlaring mana bu sonlarni qo'yib, mana shu sonlarni chiqarishinglar kerak. Agar men hammasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, video nimasi uzayib ketadi vaqti. Endi orbital kvant son. Orbital kvant son nima bu? Elektronlarda qanday harakatlanayotganligini bildiruvchi qiymat bu. Bu elektronlarni nima deydi? Elektron bulutlar bilan o'ralgan yadro atrofida elektronlarning qanday harakatlanishini tushuntiruvchi qiymat. Ya'ni S sferik shaklda, dumaloq shaklda harakat qiladi. Kelinglar shu videoni sal yaqinlashtirsam shu joyga. Mana S sferik, ya'ni sharsimon shaklda elektron harakat qiladi. Endi P gantelsimon, qanchalik gantelga o'xshaydi, lekin elektron mana shu holatda harakat qiladi. Endi D da ikkita gantelning qo'shilgan holati, ya'ni yadro atrofida mana shu holatda harakat qiladi. Endi F da yana bitta gantel qo'shilgani. Endi S larning qiymatini hisoblab chiqamiz. S larning qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, orbital kvant sonlarda formulasi bor. n-1 degan. Demak, orbital kvant sonlarning qiymati 0 dan to cheksiz raqamga qarab ketaveradi. Ya'ni S 0 bo'lganda S bo'lib hisoblanadi. Ya'ni n o'rniga 1 qo'yamiz, -1 ayirsak 0. Mana shu tartibga kechadigan bo'lsak, bo'laveradi. S 0 bo'ladi, P 1 bo'ladi, D 2 bo'ladi, F 3 bo'ladi. Demak, bizga L2 deydigan bo'lsak, demak D orbital ekan deb tushunaveramiz. D pog'onachi ekan deb tushunaveramiz. Esingizdan chiqmasin, mana shu sonlar bir-biriga kerak bo'ladi, eslab olinglar. Demak, endi biz ash pog'onachalarga qancha elektron sig'ishini bilishimiz kerak. S pog'onaga qancha elektron, P pog'onaga, D pog'onaga va F pog'onaga qancha maksimal elektronlar sig'ish qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun biz 2 ko'paytirilgan 2l+1 formuladan foydalanamiz. Mana bu yerdagi 2 yo'qolib qolibdi belgining ostida. Demak, mana shu formula orqali topadigan bo'lsak, S ni topamiz. 2 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 1 da qo'shamiz, 1 da qo'shadigan bo'lsak, 1 da o'zi bo'ladi, 2 ko'paytirsak 2 ta. Demak, S ga 2 ta elektron sig'adi. P ga 6 ta, D ga 10 ta, F ga 14 ta. Endi biz yacheykalar sonini ham bilishimiz kerak. Yacheykalarni birinchi qavatda qancha yacheyka bor, ikkinchi qavatda qancha, uchinchi qavatda qanday bo'lib ketishini bilishimiz kerak. Ya'ni buni topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. n² degan. 1 ning kvadrati birinchi qavatda, 1 ning kvadrati bitta, ya'ni bitta yacheyka bor.
ikkinchi qavatda hisoblaydigan bo'lsak, 4 ta yacheyka bor. Bittasi S ga tegishli, 3 tasi P ga. Har bitta qavatda S bo'ladi. Har bitta qavatda bitta P bo'ladi. Demak, 3-qavatda bitta S, bitta P, 5 ta D bo'ladi. Endi magnit kvansonga o'tadigan bo'lsak, magnit kvanson nima u? Men xuddi shu yacheykalarda elektronlarni qaysi bir yacheykaga to'g'ri kelib joylashganligini ko'rsatuvchi kattalik hisoblanadi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, elektron bunga ham joylashishi mumkin. Endi magnit kvanson orqali biz qaysi biriga joylashganligini topishimiz mumkin. Magnit kvansonlar qiymati ham mana shu formula orqali topiladi. 2L + 1. Endi L 1 ga teng bo'lganda, pog'onacha soni 1 ga teng bo'lganda, ya'ni F pog'onaga nechta qiymat sig'adi? P teng 3 bo'lganda, L teng 1 bo'lganda 3 ta qiymatni hosil qiladi, ya'ni -1, 0, 1. L 2 bo'lganda 5 ta, mana ko'ryapsizlar. 3 bo'lganda mana. Endi spin kvanson degani, spin kvanson 2 xil bo'ladi. Ya'ni 1/2 -1/2 ga teng bo'ladi. Mana shu narsalar esingizlardan chiqmasin. Masala ishlayotganimizda kerak bo'ladi.